turinglar, qaramanglar. Men aytmaguncha qaramanglar. Shohruxni ushlab turinglar, g'irromlik qilib poylab qarayapti. Poylab qarayapti. Xo'p. Bir yoqqa qaranglar, ko'zlaringni ochinglar. Birinchi to'xtanglar. Shohrux akamizning xotirasi sustda, xotirasi dangasa. Shu xotirasi yaxshi ishlashi uchun, yaxshi eslab qolish uchun Shohrux aka qani bir to'plarga qarangchi. Bu to'p mana shu joyda turadi, bu ham. Bu sal manaroq turadi. Qaysi to'p qayerda turadi? Bu to'p mana yoqda turadi. Ha. Aşağı turadi. Bu Ha. bunday turadi. Ha, qattiqroq gapir. Mana shu yoq turadi. Ha. Bu to'p joyida bo'ldi. Yaxshi. Jim tur, to'xta, jim tur. Hop fantaziyasi ishlab ketdi. Xotirasimiz Shohrux akamizni. Shohrux aka endi to'xtab turing. Hozir Sanjardan so'raymiz. Abdunabiyevdan. Sanjar Abdulmunabiyev. Bu to'p joyida turadi, bu ham joyida turadi. Aha. Bundayroq turadi-da. Sanjar Alibekov. Qani? Nima o'zgarish bo'ldi? Shunday. Nima? To'g'rilab qo'ydi, xuddi shunday turadi. Xuddi shunday turuvdimi? To'p o'sha yerda turuvdimi? Ha? Aniqmi? Bundayroq turish kerak. Ha. Aniqmi? Mana endi to'g'ri. Aniqmi? Ha. Yaxshi. Shoshmang. Ha? Sancho mana unga qaradim men, mana to'g'ri turdi. Mana shunga qaradim. Men boya ko'rgandim mana shuni Sancho. Yo'q. Endi qaranglar. Bolalar. Xotiralaringni trenirovka qilasizlar. Bu ham futbol uchun kerak. Qaranglar. Shohrux aka bitta narsani to'g'ri topdilaring. Qolgan Shohrux ijod qilishni boshladi, ilhomi keldi. Abdunabiyev davom ettirdi. Alibekov davom ettirdi. Eshitdinglar? Hech qanaqa o'zgarish bo'lgan yo'q. Faqat mana u to'pdi. Men bundoqqina burib qo'ydim. Qolgan to'plarga men teginganim yo'q. Keyin Shohrux buzgan to'g'riladik. Shohrux buzgan to'g'riladik. To'p gapirmang. Yo, sizlar aytyapsiz, to'p mana yer turuvdi, muncha mana yer turuvdi, ana yer. Qilgandan keyin biz qildik-da. Sizlar Shohrux xatosini to'g'riladinglar. Lekin eslab qola olmadilaring. Mana u to'p bitta salgina siljiganini eslab qoladi. Shohrux xatosini to'g'riladik. Xullas, xotirani kuchaytirish kerak bolalar. Hali shaxmat o'ynaymiz, shaxmat ham xotirani kuchaytiradi. Eslab qolish qobiliyatini kuchaytirish kerak. Shohrux, bahong 2 bo'lib ballaring pasayib ketaveradi. Agar futbolda eslab qolish qobiliyatingni kuchaytirmasang, xotirangni kuchaytirmasang, xotirang past. Dangasa ishlamayapti. Biz trenirovka qildirib xotirangni ishlatamiz. Tushunlaringmi? Bugungi mashq tushunarlimi? Bolalar. Ha. Tushunlaringmi? Albatta. Yaxshi, rahmat.